Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimizda sizlar bilan aholi orasida ko'p iste'mol qilinadigan chia urug'i haqida gaplashamiz. Chia urug'ini foydalari hamda qo'llash tartibi hamda sog'lom odamda hamda kasalliklarda qo'llasa qanday o'zgarishlar paydo bo'lishi shularni ko'rib o'tib ketamiz. Chia urug'i kichik hajmdagi qora yoki oq ko'rinishdagi mayda urug'lar hisoblanadi. Chia urug'i salvia hispanica o'simligidan olinadigan yuqori ozuqa moddalariga boy bo'lgan o'simlik urug'i hisoblanadi. Ya'ni 100 grammini boshqa o'simliklardagi oqsil yog' uglevodlar bilan solishtiriladigan bo'lsa, chia urug'ida oqsillarga, yog'larga hamda vitamin minerallarga hamda tolalarga boy bo'lgan o'simlik urug'i hisoblanadi. Endi bu chia urug'i sog'lom odamlarda hamda kasalliklarda qo'llash mumkin. Endi chia urug'ining tarkibidagi vitaminlarni hamda tarkibini ko'radigan bo'lsak, chia urug'ida vitaminlardan vitamin B1, B6, B12 hamda vitamin E'larni ko'rishimiz mumkin. Mikroelementlardan kalsiy, kaliy, fosfor hamda magniy, shunga o'xshagan bir qancha mikroelementlar ko'rishimiz mumkin. Yog'lardan esa chia urug'ining tarkibida omega 3, omega 6, omega 9 to'ymagan yog' kislotalarini ko'rishimiz mumkin hamda oqsillarga boy bo'lgan o'simlik urug'i hisoblanadi. Endi bu o'simlik urug'i miya faoliyatini yaxshilashda, xotira faoliyatini yaxshilashda hamda yurak qon tomirini yaxshilashda, qon tomirida qon aylanishini yaxshilashda, undan tashqari qon bosimini stabillashda, undan tashqari ovqat hazm qilish bilan bog'liq holatda hazmni yengillashtirishda, hazmni yaxshilashda, qabziyatda ich qotishni yengillashtirish maqsadida, undan tashqari endokrin tizimida qondagi qand miqdori, glyukoza miqdorini nazorat qilishga hamda semizlik bilan kasallangan bemorlarni ozdirishda hamda suyak bo'g'im sistemasida kalsiy yetishmovchiligi, osteoporoz kasalligi bilan kasallangan yoki bo'lmasa uni oldini olishga ishlatiladigan o'simlik urug'i hisoblanadi. Endi bu o'simlik urug'ini qanday qilib ishlatamiz hamda qanday qilib tayyorlaymiz degan savolga, o'simlik urug'ini kunda bir mahal bir marta ichiladi hamda kunlik miqdori 10-20 grammni tashkil etadi. Endi tayyorlanishiga keladigan bo'lsak, o'simlik urug'i suv bilan yoki yogurt bilan yoki salat yoki novvoychilikda non ustiga qo'shib iste'mol qilish tavsiya etiladi. Eng ma'qul kelgani bu suv bilan iste'mol qilinadigan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni suv bilan iste'mol qilinadigan bo'lsa qanday? Ya'ni kunni birinchi yarmida, ya'ni ertalabda och qoringa iste'mol qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni ertalabda 150 gramm, 200 gramm suvga bir yoki 2 qoshiq chia urug'ini solinadigan bo'lsa, u 15-20 minut davomida ushlab turiladi. Ya'ni chia urug'lari suvni o'ziga tortib oladi hamda ishib bo'rtib chiqadi. Shunday holatda iste'mol qilinadigan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chia urug'lari o'ziga suvni tortib oladi hamda jem hosil qiladi. Hamda shu holatda ichiladigan bo'lsa oshqozonda to'qlik hissini hosil qiladi hamda oshqozon yuzasini qoplab olib, semizlik bilan kasallangan bemorlarda ozishga yordam beradi. Undan tashqari bu o'simlik urug'ining tarkibida tollar, kletchatkalar ko'p bo'lganligi uchun qabziyatda, ichni yumshatishda qo'llaniladigan o'simlik urug'i hisoblanadi, tabiiy vosita. Undan tashqari yurak qon tomiri faoliyatiga ta'sirini ko'radigan bo'lsak, bunda to'ymagan yog' kislotalari, ya'ni omega 3, omega 6, omega 9 bo'lganligi uchun qondagi xolesterin miqdorini pasaytirib beradi. Qondagi xolesterin miqdori pasaygani hisobiga qon tomirlarida qon aylanishi yaxshilanadi. Ya'ni xolesterin miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, qon tomirlarida yog' o'tirib qolib, qon tomirlar torayishiga, qon aylanishini buzilishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu to'ymagan yog' kislotalari bosh miyadagi qon aylanishini, yurak qon tomiridagi qon aylanishini, qon bilan ta'minlanishini hamda qon bosimi bilan bog'liq holatlarni stabillashtirishga yordam beradi. Undan tashqari buni tarkibida vitamin B1, B6, B12 bo'lganligi uchun bosh miyadagi hamda nervlardagi o'tkazuvchanliklarni yaxshilashga yordam beradi. Undan tashqari bunda kalsiy mikroelementlar, kalsiy, fosfor, magniy mikroelementlar bo'lganligi uchun suyak bo'g'im sistemasida, suyaklarda suyaklanish jarayonlarini hamda kalsiy fosforga bo'lgan ehtiyojni qondirishga yordam beradigan
o'simlik urug'i hisoblanadi. Ya'ni bu qaysi kasalliklarda qo'llanishi mumkin? Ya'ni kasalliklarda ham hamda sog'lom holatlarda ham qo'llasa bo'ladi. Kasalliklarda yurak qon tomiri bilan kasallangan, qon bosimi bor, yurak ishemik kasalligi bor, hamda bosh miyada qon aylanishi buzilgan, xotirasi, diqqati pasaygan bemorlarga, undan tashqari semizlik bilan kasallangan bemorlarga, qabziyat bilan kasallangan bemorlarga, osteoporoz ya'ni bo'g'im sistemasida muammosi bor bo'lgan kasallarga qo'llasak bo'ladi. Endi sog'lom odamlarda qo'llash muddati 2-4 haftani tashkil etadi. Agar oshqozonda muammo kelib chiqmaydigan bo'lsa, davom ettirish mumkin. Kasallarda 1-3 oy muddatda qo'llasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Kunni birinchi yarmida, kunda ertalabda och qoringa iste'mol qilinadigan bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi bolalarda qo'llash mumkin. Bolalarda bir qoshiqdan iste'mol qilsa yaroqli bo'ladi. Endi buni dozasini oshirib yuboradigan bo'lsa, oshqozon uchun og'irlik kelishi, hazmli muammolar yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Endi bu chia o'simlik urug'i foydali tabiiy o'simlik urug'i hisoblanadi hamda boshqa o'simliklarga qaraganda yuqori kaloriyalik hamda vitamin, oqsil hamda yog' kislotalariga boy bo'lgan o'simlik urug'i hisoblanadi. Endi buni qo'llash uchun albatta bir qator tanishib chiqqan ma'qul bo'ladi. Agar buni qo'llash mumkin bo'lmagan holatlari, ya'ni allergik holatlar yoqmaydigan holatlar bo'lsa, qo'llamagan ma'qul bo'ladi.